Hürmetli kitap anlamacı dostlar, Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 5. mavzunu okuyumuz. Kulluğuna kitapta bulsun. Kalender Karnaqı bir haftagacha Tömür Samarqandi ustining önkürüden çıkmadı. Kunduzi o ustaga yordamlashib ko'rik bosdi va o'ta tovlangan to'mirlarni sandalga qo'yib, yo'g'on bozgan bilan usta xohlagan shaklga keltirib berdi. Qozon tuvoq, chaynak cho'gillarni tuzashtirdi va qozon qaynatdi. Qisqasi, o bir amallab kun o'tkazdi. Ba'zida ustaning o'nkiriga qo'shni hunarmand kasıblar, tömürçiler, qo'ymichilar, miskarlar, toshchilar, sanduqchilar, büşükçiler, muzdozlar, gilamchilar yig'iladi va aka-uka Qalqanbek bilan Bozg'anbek ustozi Temur boboyga atgan so'g'u salomlarni ko'tarib kirib keladi. Bundaq chaqlarda o'choqda qora cho'gin qaynab, poytaxtdagi yangiliklar to'g'risidagi parang qizib ketadi. Shahar ahvolining yomonligi, bo'libmi hunarmand kasblarning bozori kasatlashib, do'konlar taqilib qolganligi va mol bahosining kun sari o'rlayotganligi to'g'risida ko'proq gap bo'ladi. Oxirida gap aylanib kelib, yana Mirza Ulug'bek davridagi xotirjamlik ustida to'xtaydi. Bundaq chaqlarda yosh ustalar, bo'libmi Akufka Qalqanbek bilan Bozg'anbek qizib ketib, astag'firullah. Padişah hazretleri bizdek kambag'allarni yordamga chaqirmadi-da. Bo'lmasa, hamma darvozani ching taqib olib, bu vafosiz shahzodani shaharga yo'latmas edik, deb qo'yadi. Ko'pchilik bu gaplarni ma'qullaydi. Qalanda bo'lsa, ustozi Mirza Ulug'bekning ko'ziga yosh elib turib qilgan oxirgi vasiyatini eslab, o'rnidan turib ketadi-da, bir bu bulunga berib, tartib yetib oladi. Faqat Temur Samarqandi usta beshidagi kigiz qalpiqini uslab, "Hey, xamsut emgan bandalar, tuguni shamol uchuvsa, o'chkuni osmonda ko'r degan gap bor. Shahar qamal qilinsa, ziyni kimga bo'ladi? Yanada bizdek yo'qsullarga bo'ladi. Bag amaldorlar to'rda yetib girdiysa, bizdek yırtık çapallarga qoldig'ini yanada jigda. Bundaq gapni qilmanglar bolalarım, deb kutib qo'yadi." Qalandar Qarnoqi bu paranglar bilan kun o'tganligini bilmay qoladi. Lekin uzun qish kechalari uyqusi kelmay, tong otqicha to'lg'inib chiqadi. Bepayon zamonga o'ginib qolgan bu sahro farzandiga dastlabda boshqacha ko'ringan bu o'nkir keyincha qorong'u gurdek tuyulib, yuragi siqiladigan bo'lib qoldi. Uning ba'zida ichi pushib talog'i chiqqisi, atrofdagi qishloqlarni aylanib kelgisi keladi. Lekin o o'nkiriga kelgan kechasilar Miram chalaba kelib, Ali Qushchining ehtiyot qilsin, shaharga kelmasin degan salomini yetkazgan edi. Qalindar ustozi bilan vidolashgan kuni kechasi Bo'ra boshchiligidagi bir to'p darvish rasadxonaga kelib, uni izlagan va tepib berasan deb Ali Qushchiga besim ishlatgan. Qalindar Qarnoqi buni Ali Qushchi aytmasmi bilatdi. Chunki uning g'oyib bo'lib ketganligini anglagan shayxning alfozini tasavvur qila oladi. Va kecha kunduz lag'aylab yurgan darvishlarning "Ya Allah do'st, ya Allah'simi" uni taraf-tarafdan izlayotganligidan derak beradi. Keyingi kunlarda bo'libmi kechalari Qalindar o'z yurti suyimli Qarnoqini, balaliq chog'lari o'tgan qir edirlarni, baliq tutib, cho'milib o'ynagan suyi suzuk o'stanglarni va atiyaz kunlari qo'ynini g'o'ri bilan to'ldirib o'ynab o'sgan yuriklik bog'larni ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldi. Buni o'ylag'inida qipchoqlar bo'lib ketgan suyimlik singlisi ko'z oldiga keladi.
Ba'zida singlisi qarnoqqa qaytib kelgandek, qaytib kelib, Qaravul töpe tegidagi cho'ng mozorliqda ota-onasining qabrisi yonida yig'lab o'ltirgandek tuyuladi. Go'yo singlisi Guristonda o'ltirib, uni eslayotgandek va uningga xiyolan iltijo qilib, "Nadasiz? Nalarda yuryotsiz, jinim aka? Kindi qinimiz to'kilgan yurtingizni tashlab, qayerlarda duyduyib yurisiz? Ota-onamizning qabrisini siz yo'qlamay kim yo'qlaydi, jinim aka?" deb zar-zar yig'layotgandek bilinadi. Qalendar qarnoqi shu xiyollar bilan tong atqucha kirpik qoqmay chiqadi. Onun ko'z oldidan ikki o'stan o'ttirisidagi do'nglikka joylashgan kona qal'a birdammo neri ketmaydi. Bu qal'a egiz kungurilik tom bilan o'ralgan bo'lib, atrofida cho'nqur xandak bor edi. Qal'a ancha cho'ng bo'lmag'achqa, uningdagi hamma uylar, barliq tariq ko'chalar bir-biriga tutishib ketgan edi. O'g'zida o'ynagan bolalar birdamdila butun qal'ani aylanib chiqa olaydi. At yozda uylarning tüp-tüz ketgan o'g'zlarida yop yeshil maysalar unib ketadi. Ba'zi o'g'zlarda hatto yov gullamay-chiladi. Bundoq chog'larda o'g'zlar laglag uchirayotgan bolalar, top o'ynayotgan qizlar bilan to'lib, qal'a ajoyib jonlanib ketadi. O'stanning nariqi tarafidagi qarovul tupiga post qo'yilib, ayol, qari yosh hammasi birlikda etizga chiqib, arpa bug'doy teriydi. Bog'larda va o'zimzorlikda ishlaydi. Bog'lardagi o'riklar g'ur bo'lgandek, qishloq ayollari, qiz juvonlar ve balalarning hammasi sayliga chiqadi. Tariq qal'ada qamalib o'tkazgan qish kunlaridan keyingi bu sayla ajoyib shodlikqa aylanadi. Dushman bostirib kelib, qalandarning suyimlik singlisini bo'lib ketgan ashu baxtsiz kunmi xuddi mushundoq kunlarning biri edi. Ularning biri O'stanning nariq tarafida. Qarovul to'pining oyig'idagi qar yog'ochlar bilan o'ralgan qishloq qabristonlikning yanida edi. O chog'da qalandar tixi andila 16 ga kirgan, mahalladagi qizlarning yuragiga o't silib yurgan qovul, kuchlik yigit edi. Shu kuni otasi ushaq-tushak narsalarni ilib, to'gichilar bilan Yassi bozoriga ketgan edi. Qalandar qora qashliq yo'rg'a etini soyimanlik harvisiga qetib, anisi, singlisi ve yana bir qancha qo'shni qizlarni boqqa ilib mandi. Ko'nglikining yengini bilikiga turib, qora do'ppisini chekisiga qo'ndirib olgan qalandar ochiq maydisini shamolga tutib, tal chiviqni o'ynatib ketyotdi. O xuddi harvida emas, qanot qiqib osmonda parvoz qilayotgandek his qiladi. Chunki harvida singlisini o'rib olgan qizlar orasida uzundan biri onu köydürüp yürüyen 16 yaşlar çamasidagi bir qizmi bor edi. Beshiga gullik qizil yog'liq salgan, uchisiga bo'znin bo'lsimi, o'ziga yarashgan qizil ko'nglak kiygan bu qiz qalandar har bir qaraganda yo'g'on, shoh ko'zlarini qayoqqa yushirishni bilmay, yupida qizirib ketadi. Yenidagi do'stlari bo'lsa, varqirab, kulishib, bechora qizni bakmo uyaldırıp ötetti. Harvalar bakka yetip beriş bilenla kızlar xuddi sadetdek taraf-tarafga taraf ketişdi. Qalin yürüklük ve şaptılıklar arasında kızlarının kök, qizil, sariq romanları lapildab uçatdı. Qalandarning ko'ziga bu qizlar ot cho'plar orasidagi gullardek, shoxdan shoxga uchib yurgan kichik kepinaklardek ko'rinadi. O kun bo'yi xuddi tush ko'rayotgandek xiyoli bir holatda yurdi. O goh qizlarga o'choq yasab bersa, goh suv to'shib beradi. Ba'zida o'rik shexiga chiqib qizlarga g'o'ra atadi. Shuncha qizlar orasida uning ko'ziga faqat heliqi qo'shni qizli ko'rinadi. Va bu cho'ng bog'da shu qizdan boshqa hech kim yo'qdek tuyuladi. Qizma uningga pat-patla gap qilib turib
o'tin yerib berishini, turib o'stangdan suv to'shib berishini talab qiladi. Ba'zida nozlanib turib, o'rik shoxlarini egib berishni so'raydi. Lekin Qalendar sal dodilroq harakat qilsa, qiz o'zini qalin shoxlar orasiga qochirib, kiyiklardek tutib bermaydi. Qisqagina atyoz kuni go'yo shirin tushdek bir damdala o'tib ketdi. Kechqurun tovoqlarga yalpuz samsisi, yağlıqlarga g'o'r elib, quloqlariga binafshiran katira guli va ambar gullarni qistirib olgan qiz cho'konlar yana harvulaga o'ltirishdi. Bog'larda bahor shamolidek yiqimliq laparlar va mungluq yar-yar yangrab ketdi. Biroq harvular bog'dan amdil chiqib, tex soyga yetib kelmayla, keynidagi qorovul to'pa tarafdan "Qechinglar, yov keldi, yov!" deb varqiragan ovozlar anglandi-da, yer jahon ot tuyoqlarining düpürligen ovozlari bilan larziga keldi. Qalendar qara qoshqiliq yo'rg'a etini aymay qamchilab, harvisini taraqlatib ketib etib, shaqqada burilib orqaga qaradi-da, qorovul to'pida yüzdek otliqning qilich va to'qmoqlarini pulanglatib, cho'qon so'rang ko'targunicha qo'yindek bostirib kelayotganligini ko'rdi. O yer bu yerda düşmanga qarshi otlangan qishloq yigitlarimi ko'rinadi, lekin ular bek oz edi. Dalini qiz cho'qinlarning dard faryodlari, kichik bolalarning yig'isi qoplagan edi. Qalendar o'zini bosolmay atrofga qaradi. O'stang bo'yiga bog'langan va jang shapsini sizib, tipirlab kishnayotgan egisiz bir arg'amoqni ko'rdi-da, yo'rg'a etining chulurini singlisiga tutqizib, harbidan sakrab tushdi. Taqatsizlikdan yulqinayotgan arg'amoqni to'xtalab sakrab mindi-da, harbini taqatsizlikdan yulqinayotgan arg'amoqni no'xtalab sakrab mindi-da, harbini bir aylanib to'qmoqini oldi va onasining yig'lab yolvurishiga parvo qilmay, dushmanlar kelayotgan tarafga qarab ot choptirib ketdi. Uchisiga qora teri chapon, boshlariga qora kigiz qalpoq kiygan 10 kishi "Yov qochdi, yov qochdi" deb varqirganicha bog'lar orasidan chiqib, odul Qalendar tarafga bostirib kelayotdi. Qalendar zarlanib kishnayotgan arg'amiqini dushman to'piga qarab choptirib kelib etib, repididek keng yuzi, vahimilik purlashgan, varqiravatqanlikdan og'zi qing'ir bo'lib qolgan eng oldidagi otliqni chenlidi. Otlar to'qinishib osmonga chapchiganda, Qalendar qo'lidagi to'qmoqni egiz ko'tarib, uning beshiga rasa kelishtirib birini urdi-da, uni ot ustidan xuddi kötekdek domultivetdi. Qalendar uning keynidan yenib kelgan yana bir otliqnimi shundoq joylayotdi. Biroq üstilab qo'yindek bostirib kelgan suvariylar uning etini surib ketdi. Qalendar bo'lsa, beshiga tekkan to'qmoqning zarbisidan ko'zlaridan o'tlar chaqnab yiqilib tushdi. O yerga yiqilib tushish oraliqida oxirgi qatim ko'gini singlisining aloq-jaloq bo'lgan ko'zlari va singlisining do'stini etiga xuddi yuk ortgandek ortib olgan qora choponliq qalmoq chiroy kishi bo'ldi. O o'zining qandoq qilib omon qolganligini bilmaydi. Ehtimol o otdan yiqilib tushganda dushmanlar uni o'ldi deb o'ylab, ustidan ot choptirib o'tib ketgandi. Astagfirullah. O ashu fojialik urushda nimishqimi omon qolgandi? Bu sarsonliq, sargardonlikda va bu ko'rguliklardan yuragi mujulib, bu musofirchilikda xor bo'lib yurgandan ko'ra, ashu urushda o'lib ketgan bo'lsa bo'lmasmidi? Bu qirg'inchilikdan keyin birer hafta o'tmayla sal asliga kelib qolgan Qalendar o'z yezisidagi
100'ge yakın kişi bilen birlikte düşmenge karşı atlanıp Yassi'nin ayağı tarafındaki çölde jang kıldı. Jangda Qarnaq yigitleri shirdek batırlık ko'rsatgan bo'lsa-mu, düşmanlar ko'plik qildi. Go'yo butkul sahra Qarnaqliqlarga qarshi turayotgandek. Düşman top-top bo'lib bostirib kelaverdi. Bu urushda Qalandarning otasi halok bo'ldi. Qalandar o'zimi beqiliga o'q yedi. Sabdoshlari uni qonga bo'yalgan o'shsiz holatida jang maydonidan elib chiqishdi. Shuning bilan u yordam so'rab bu yoqqa kelgan edi. Lekin oqibat u uy makonsiz bir musofir bo'lib qoldi. Endi uning bu yurtga tortishadigan nimasi qoldi? Birdimir umidi Xurshida Banu bo'lsa, Haq Taala uningdan ayirib etdi. Ömrünün ahirida yo'ruqliq beg'ishlagan bu nur, bu vafosiz dunyoda chaqlagan bu yolg'iz yulduzni ko'rib baqdi. O endi ketish kerak. Chunki bu yerdan ne o'ziga, ne yurtiga naf tegmidi. Endi hech bo'lmaganda atası ve mehribon anasının qabrisini yo'qlab tursin. Ata-anası hayat vaqtida o'g'illik burchini ado qilolmadi. Endi ularning ro'yini bo'lsa-mu xushal qilsin. Ertesi naşta vaqtida Qalandar ustiga dardini to'kib, ko'nglidagi hamma gapni deb berdi. Tömür Samarqandi usta qo'y terisining tikilgan talpikini ruslab, tamagidek sarg'ayib ketgan borut soqollarini tutamlagan peti xeli uzungacha jim o'ltirdi. To'nglikdan tushib turgan allaqanchalik yo'ruqlikda uning tutak bosgan quruq qo'ruq yuzida taram-taram ter tomchilar eqib turgan peshonasida va titirgan lavlarida cho'nqur bir mung aks etdi. Balam Qalandar, dedi usta oxir. Sen bu g'aribona ko'lbamga kirib kelganingga paqir xushalligimda telamga sig'may qolgan edim. O'g'lim yo'q edi. Xudoyim, menda g'arib bechoragami farzand ato qildi. O'lsam qabrimni yo'qlab, xatmi Qur'on qilib turadigan bir o'g'il in'om qildi, deb suyungan edim. Endi nima deyman? Derdim bor, dermonim yo'q, o'g'lim. Ustanın chiroyidagi g'amkinlik, ovozidagi dardmanlik Qalandarning yuragiga nashtardek sanchildi. O nima deyishni bilolmay. Ata, dedi yerga bir nimalarni sizib. İnşallah qabringiz shamsiz, ro'yingiz duosiz qolmas. Poytaxtda sizni bilmaydigan, siz tabarruk zotni izzatlamaydigan bir odam yo'qdir. Xotirjam bo'ling. Bir tarafda hunarvan kasıblar, yana bir tarafda shogirdingiz Qalqonbek bilan Bozg'onbek, bir tarafda Mevlana Ali Qushchi. Xudoga shukr, o'g'lim, dedi bobay uning so'zini bilib. Bu gaplarni sana qilishdan maqsad seni yo'lingdan qaytarish emas. Faqat sana bo'lgan mehr muruvvatimni izhor qilish edi, xolos. Temür Samarqanda usta musofirchilikning nimaligini biladi bolam. Kishining yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ultong bo'l degan gap bor. O'z yurtingga berib, ota-onangning nazarini tavob qilib, ruhini shod qilmoqni niyat qilsan. Ilohim, maqsadingga yetkazgaysan. O'g'lim, lekin safaring uzun, yo'ling xatarlik bolam. Sana nemi kerak? Bu g'arib ko'lbamdan nemini xohlasang shuni al bolam. Mevlana Ali Qushchiga ayt, oltindan bahsun. Yo'q, ata, mendek bir galayga oltinning nima keragi? O'zingiz degandingiz-ku, divonining ishini Xudoing shaydi. Bir ikki kunlik uzuqlik bo'lsa bo'ldi. Yo'lda odamdan to'lisi yo'q. Mevlana Ali Qushchi bilan albatta qo'shilishman. Biroq menga oltin kerak emas, ata. Tömür Samarqandi usta yo'g'on o'ruq qo'lini Qalandarning tiziga qo'yib,
məyuslangan holda kuldi. Texshi balalık qılıvatısan balam. Özün toluma dili pak yigitsen. Bunu bilemen. Valekin bu günahkar bendeler şu iflas medenide birbirinin beşini iyişivatıdı. Özara qasd qilib bir-biriga o'rik olavatidi. Bununla nima amal bar deysen? Bu sariq madan ba'zida odamga ofat keltirsa, ba'zida izzat ikrom keltirdi. Qari bilganni pari bilmas, balam. Gepimga kir. Yosh odamga gohida boyliqmi kerak bo'lib qoladi. Bas. Sen xijil bo'lsang, o'zim deyman Ali qushchiga. Qalendar kun bo'yi yo'l hozirligini ko'rdi. Tömür Samarqandda usta qayoqqadir ketib, qo'y yungdan to'qilgan chapon bilan o'zininkiga o'xshash qo'y terisidan tikilgan qora talpak tepib keldi va o'zi yasagan po'lat xanjarni sovg'a qildi. Qalendar qarnoqi xurjunning bir tarafiga non, tuz, qalampor talqon, yana bir tarafiga kiyim-kechak va uzun safarda kerak bo'ladigan ushshaq-tushshaq narsa keraklar, cho'gin, piyola, qo'shiq va tovoqlarni silib, taq qilib qo'ydi. Maslahat bo'yicha o kechada g'ar atrofida paypaslab yurgan badbashara payloqchilar yo'qolib, ko'chalar tinchiganda g'ardan chiqib rasadxonaga bormoqchi bo'ldi. O lahma orqali rasadxonaga kirib, Ali qushi bilan qo'shilishib bo'lib, ondan Qalqonbek bilan Bozg'onbek tayyorlab qo'ymoqchi bo'lgan chopqur otni minib yo'lga chiqmoqchi bo'lgan edi. Lekin nima uchundir g'ar atrofida har xil buzuq odamlarning shapsi xeli vaqtgacha tinchimadi. Nihoyat yarim kechadan oshgan chog'da atrof tinchigandek bo'ldi. Qalendar chopidini kiyib, belini bog'ladi. Ko'ziga issiq yosh olgan Tömür Samarqandda usta jinchirog'ning sho'g'lisida Qalendarni bag'riga besib, peshonasiga suyib xo'shlashdi va uningga oq yo'l tiladi. Lekin dal shu chog'da, ya'ni usta ketmandek aloqalarini ichib duo qilayotganda to'satdan eshik qildi. Qalendar darhol o'zini daldiga oldi. Usta bo'lsa qo'liga jinchirog'ni elib, eshik tarafga mangdi. Kim? Yerim kechida odamni uxlatmay ish qoqqan. Sirtdan zil ham hayajonliq ovoz anglandi. Kechirgaysiz usta, men Miram Chalabiman. Nima deding? Qaysi Miram? Qalendar miyrusidagi xurjunni yerga tashlab, ustining keynidan qorong'u koridorga keldi. Ata, Mevlana'nın şagirdi bu. Ruxsat qiling, eshikni ochay. Miram Chalabi g'arga kirdi-yu, meng'ishiga mag'dur yetmay, tomga yulanib qoldi. Jinchirog'ning g'uva sho'lisida yalangoyoq, yalang'ochdoq Miram Chalabi xuddi Majnun sifat bir divoniga o'xshash ko'rinadi. Uning o'zimi ehtimol ya sovuqdan, ya qo'rqib ketganlikdan bo'lsa kerak, g'al-g'al titraydi. Tishlari tinimsiz jaqildaydi. Nima bo'ldi, desang chukam, dedi Qalendar. Yuragi mudhish bir tuyg'udan muzlab. Ustozni zindonga tashladi. Qachon? Tunugun xubtanda 5-6 yasoul rasadxonaga bostirib kirib, hamma yerni oqtirib, o'ngtay-to'ngtay qilibdi. Oxir ustozni oldiga silib, elib ketdi. Tunugun tutib ketgan bo'lsa, nimishqa oqshom kelmading? Nimishqa darhol xabarlantirmading? Sababi Miram Chalabi gap qilmay, qurib ketgan lavlarini yaladi. Sababi momam Tilla bibi bar edi. O yig'laverib, meni gangirtib qo'ydi. Bechora, dedi usta. Qaysi zindonga tashlanganlikdan xabar topdingmi? Xabar topdim, Ko'ksaroy zindoni. Ya Rabbi. Ustaning qo'lidagi jinchiroq titrab ketdi. Qalendar qarnoqi yo'g'on gavdisi bilan
tar koridorni xuddi yo'g'on tashdek to'sib turadi. Uning xiyoli har tarafga bo'linib, tangriqab qolgan edi. Faqat ko'nglining bir yerida haftadan beri tuzgan planlari va kechalari uxlamay qilgan arzu-armonlarining hammasi yipi usilgan marjondek chichilib ketganligini, endi hech yerga ketolmaydiganligini, toki ustozning taqdiri bir taraf bo'g'icha bu yurtdan ayrilolmaydiganligini pamladi. Onun keyingi kunlardagi seg'inish va qayg'urishlari go'yo singlisi va o'z onasi uchun emas, balki Tilla bibi uchun bo'lgandek tuyuldi. Yasaullahning izdigini nima ekan? Kitobmi? Ha, kitob, dedi Mirim Çelebi. Onundan boshqa yana oltin izlabdi. Lasatxonada oltinmi bormish texi? Astag'firullah. Mevlana Muhiddin, dedi Kalender ichida. Sirni oshkorlagan Mevlana Muhiddin. Mevlana emas, mel'un payloqchikin u. Olim emas, iflos jasuskin u. O ko'zini yumib tomga yo'landi. Nima qilish kerak? Bu yerda qolgan taqdirdimi qo'limdan nima kelar? Ustozga yordam beralarmanmi? Ammo yordam beralayman deb ustozni qanoti so'ngan qushdek ishikda titrab turgan bu yosh talibni, lol bo'lib qolgan bu qeri ustini nadomatda qoldirib ketish vijdonli kishining ishimi? Bu odamgarchilikka kirami? Balam Kalender, dedi usta. Bu mollachoq sovuqda to'nglab ketibdi. Bir piyola issiq choy bergin uningga, balam. Mevlana Muhiddinning uyiga berish kerak. Berib, kirtikini bo'g'ish kerak. Ya so'zidan qaysin, ya. Ha, to'rga o'tding, mullam, dedi Kalender. O keyniga dojib Mirim Çelebiga yo'l berdi. Cho'g'dek qizib ketgan kallasida turli xiyollar quyundek ayib, bir-biridan dodil, bir-biridan mardona fikrlar esiga kelib turadi. Bağ tarafda eshik bor. Xurshida Banu bilan oxirgi qatim uchrashishga va'dalashganda, Kalender boqqa kirib, Banu yotadigan uyning kichikkina derazasini qoqqanda, o Guljamal shu eshikdan chiqib kelgan edi. Bağ tarafdagi shu eshikdan kirib olsalar, Mevlana'nın mehmonxonasiga kirish oson. Mehmonxonaga kirib, Mevlana bilan yuzma-yuz uchrasha olsalar bas, onunga nima deydiganligini o'zi biladi. Ha, darhol berish kerak. Fursatni g'animat bilib, Mevlana'ni g'appada bo'g'ish, bu yo'ldan qaytirish kerak. Bo'lmasa ustozning hayoti. Qadrli do'stlar, bu ben qazilish 2. qism 5. mavzu tugadi. Rahmat sizlarga.